Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim 23 mart BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 52. növbətlik yığınında Uyğurlarning hozirgi vaziyat haqida söz qılıyotqanda yığın meydanındakı Xitoy vəkilləri öktəmlik bilan uning sözini kesishga uringan bo'lsa-mu, ammo maqsadiga erisha olmadi. Amerika vəkilinin və BDT Kişilik Hüquq Kengişi rəisinin qo'llashi bilan Dolqun İsa əpəndim o'zining nutqini muvaffaqiyatli holda to'liq oxirlashtirish imkoniyatiga erishdi. Dolqun İsa əpəndim yig'inda qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotganligini qattiq ayiblash bilan birga, Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat ishlayotganligiga oid faktlarning BDTning aloqador tarmoqlar tarafidan tayyorlangan dokladlarda tilga olinganligini eskartib o'tdi. Yig'in maydonidagi Xitoy vakillari Dolqun İsa əpəndim tiq so'zini başlamaylam, uning so'zini qo'pollik bilan kesib, Dolqun İsa bo'lsa hukumatsiz organning vakili emas, balki Xitoy qarshi bo'lgunchi va zo'ravon unsur. Agar uning BDT'da bo'lgunchilik harakatlari bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yilsa, bu BDTning nizomnomasining prinsiplariga va BDT kishilik huquq kengashining nizomlariga og'ir darajada xiloflik qilganlik. Şoň biz Dolqun İsa'nın söz qilish huquqining darhol bekor qilinishini qattiq talab qilamiz deb chalvoqidi. Arqadilla istibdod davlatlardan Eritreya vakilimi söz elib, Xitoy vakilining yuqorqi talabini qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoy vakillarining bu o'rinsiz talbi yig'indagi Amerika vakili San Brinbaugh apandimning qattiq qarshiligiga uchirdi. Sam Berinbaugh əpəndim dərhal söz elib, Dolqun İsa'nın sözünün kesilməsliki və davamlıq sözləş kerakligini bildirdi. BDT Kişilik Hüquq Kengişinin rəisi Vaslav Balik əpəndim söz elib, hökumətsiz təşkilatlarının özlərinin yığınğa qatnaşıdığan və söz qıldığan vəkillərini bekitiş erkinlikinin barlığını təkidləş bilən birgə, Dolqun İsa sözünün toluq tügütüş hüquqiga ega deb hökm qıldı. Dolqun İsa əpəndim sözünü davamlaşdırıb, aldın qıtım çağırılğan BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 51. növbətlik yığınında Uyğur məsələsini məxsus müzakirə qilish haqqında sunulğan təklif layihəsini rədd qılğan istibdod dövlətlərini tənqid qıldı. Dolqun İsa əpəndim sözüdə BDT'də Xitoy hökumətinin Şərq Türkistonda yürgüzətqan irqi qırğınçılığı və insaniyyət qarşı cinayətini ayıplaş və təkşiriş qararlarının elinishi lazımlığını bildirdi. BDT Kişilik Hüquq Kengashi yig'inida Dolqun İsa əpəndim bilan Xitoy vakillari o'rtasida jarayon qilgan bu qitimqi keskin kurash g'arb matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Siyosiy kuzatuvchilar Xitoy tarafining Dolqun İsa'ning so'z qilish huquqini bekor qilib o'tish haqidagi talabining rad qilinishini va BDT Kişilik Hüquq Kengashining raisi Vaslav Balik əpəndimning Dolqun İsa'ning so'zini davomlashtirishiga ruxsat berishini Xitoyning xalqaro siyosiy sahnalardagi yana bir qitimliq og'ir bir mag'lubiyat deb qaramoqda. BDT Kişilik Hüquq Kengashining oldin qitimliq yig'inlarida Xitoy vakillari ko'p qitim Dolqun İsa əpəndimning so'zini kesishga uringan bo'lsa-mu, ammo muvaffaq bo'la olmagan edi. Bu munosabat bilan BDTning yig'in zalidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun İsa əpəndim qurultay hay'atining bu qitim BDTda ilib borgan faoliyatlari haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın merkezi Cennetlik merkezidir. Öpücüklerindeki aval hemmimizin mübarek Ramazan eğidir kızım. Tebrikleymen bugün Ramazan'ın birinci günüsü. Biz bir haftadan bu yan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengişi'nin 52. katılımlık yığınına katlaşıp bir qatar faaliyetlerini yapıp ve yapıyoruz. Bir yer kelgandan buyon bir qism davlatlarning mesela Amerika başlab davlatlarning Avrupa İttifaqı a'zo bir qism davlatlarning bosh elchilari bilan diplomatlar bilan ko'rishib o'tgan yili 10 ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'da o'tirib qo'yilgan ammo qabul ko'rilmagan Uyg'urlar masalasi haqida ciddi bir yig'in chaqirish haqidagi qarorni qaytadan bir yerga kun tartibga kirish masalasi haqida suhbatlar qildik. Bir yerdagi kişilik hüquq teşkilatlarından aldığımızda basılan kadem basmışlar hakkında müzakirələr yapıyorduk. Hem de en mühim bir vaka bir yerde bizim faaliyetlerimiz ceryanında Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq'un umumi yığını da tüm gün bizim programma müdürümüz Zümrət umum bir yığında söz kıldı, iki mutluluk söz kıldı, kılıp Xitayning Şarkı Türkistan'da yapılan insaniyetə karşı cinayeti ve erkek kırıcılık meselelerini gün tertibine geldi. Adındayken bugün bu umumi yığında ben yeni bir katım söz elip bir yerde Xitay hükümetinin Uygurlar hakkında yapılan kırıcılık meselelerini gün tertibine geldik. Bu meseleyi oturup koygan
devletlerine rahmet ettik ve bu meselede Xitay'dan taraftar boğan Müslüman devletleri bulup bir kısım devletlerinin bu meselede bizde İttifakın Xitay'a ortak boğanlığını bir yerde tenkit kıldık ve Ali Komisarının ilan kılan dokulatını yeni Ali Komisarının gün tertibine ekilişini talep kıldık ama bir yerde biz ümit kılan Xitay şunda qilish mümkün deb Xitay hükümeti men sözü başlaştım burunla meni toq tutib bu yerda mening so'zlash huquqimni ep berishni talab qildi ama Amerikan elchixonasidagi diplomatlar so'z qilib bu yerda mening so'zimda hech qanday bir xatoligim bo'lmaganligini so'z qilish huquqimning berilishini talab qildi. Shunday bu yerda bir diplomatik majra yashandi. Yashangan oxirida bizning so'z qilish tekrar davomli so'z qilish huquqimiz berildi. Shunday qilib men so'zimni bu yerda davomlashtirgan bo'ldim. Bu nurg'ulg'an devletlerinin bir yerdeki gün katlaşan nurgulgan insanların kızgın alkışına erişti. Hem de bir yerde bizden başka yerden nurgulgan devletler tünögün yüzünün ilan kılan bayanatlarda veya kim sözlerde Uygur meselesini ötüp mesela Amerika, bir yerde Finlandiya ve şundak Litvanya, Belgiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Angliya, Norvegiya, Gollandiya, o'xshaydigan devletler, Şvesiya, shunaqla Avustraliya, bular, Danimark, bular bu sözlerde Uygur meselesini ve Xitayning Uygurlar qilib bu jinoyatlarni shunaq bulup mu Ali Komisarlık İşhanısının dokulatını ektir Xitayga nispeten bu hareketlerini to'xtatish kerak diye kadar sözleri ilave kıldı ama bir yerde elbette Xitay tarafından tutup söz kılan bir kısım devletlerden var. Mesela Venezuela, Sudan, anın dinkin yana Belarus, anın Suriye, Burundi o'xshaydigan devletler bir yerde bu münberini siyasilaştırması gerek. Bazı garip devletleri Şinjan meselesini oturup etiş arkalı bu nemide siyasilaştırış vakitte Xitayning çapını yapkan devletler oldu. Ama köreş bu şekilde devam ediyordu. Bir yerde biz yana aldığımız günlerde meselemizi oturup etiş. Bulup mu 6. ayda Uygurlar hakkında 10. ayda ötken 10. ayda kabul kılmagan dokulatının kararının kayıtının gün terkip ediliş için faaliyetlerimizi davamlaştırıyoruz. Rahmet. Onundan başqa yana 22 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı Ayollar Komitetining müdiri Zümrattay Erkin BDT Kişilik Huquq Kengashining 52 navbatlik yig'inida so'z qilib, Xitoyni BDT Kişilik Huquq Oliy Komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga amal qilishga, BDTga a'zo davlatlarning BDT Kişilik Huquq Oliy Komissarligining dokladini amaliy harakatlar bilan qo'llashga chaqirgan edi. 27 fevral boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Huquq Kengashining 52 navbatlik yig'ini 6 aprel kunigacha davom qiladi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Ramazonlik tabrik so'zida Uyg'urlarning alayda tilga aylanishi muhojiratga Sharq Turkistonliklarni söyündirdi. Joe Biden 3-oyning 22 kuni Amerika va butun dunyodagi musulmonlarning Ramazon oyini tabriklab bayonot e'lon qilgan edi. U bu bayonotida musulmonlar ro'za tutgan, ibodat qildigan, xayr-saxovat qildigan, o'zini yangilaydigan bu muborak oyni tabriklaydiganligini, Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarni davomli qo'llaydiganligini, Turkiyada, Suriyada, Pakistonda yer tavrash va kelkin ofatlarga uchragan xalqqa yordam qildiganligini bildirdi. Prezident Joe Biden bu bayonotida yana Xitoyda irqiy qirg'inchilik zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarni tilga ilib, biz o'z ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashib, dunyoning har qaysi joylarida bostirishga uchrayotgan musulmonlarga, Xitoydagi Uyg'urlarga, Bermadagi Rohingaliklarga va boshqa joydagi musulmon jamoatlarga yordam beramiz dedi. Joe Biden bu bayonotida yana Amerika davlati qurilgandan tortib Amerikaga ko'chman bo'lib kelgan musulmonlarning Amerika tarixining muhim bir qismiga aylanib ketganligini, avlodma-avlod taraqqiy qilib, Amerikaning fan-texnika, sanoat, qonun, tibobat, savdo tijorat va hukumat sohalariga, shundaqla Amerikaning ko'p xil madaniyatining gullanishiga o'chmasliklarni qo'shganligini alohida ta'kidladi. U shunga biz bugun din va madaniyat halqagan saviyada ittifoqlashib, Amerikani texmi adil, barobar, kengchil va qalblar tutash bir davlatga aylantirishga tirishayli dedi. Prezident Joe Biden 20 mart Oqsaroyda Navro'z bayramini tabriklab qilgan so'zida Amerikaning dunyoda din va millat ayrimchiligi yo'q davlat ekanligini ta'kidlash bilan birga, Navro'z bayrami o'tkazilgan barliq millatlar, jumladan Uyg'urlarning yangi yilda yangi umid bilan yashashiga tilakdoshlik bildirgan edi. Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining taklifiga asosan Amerikaning har qaysi sohalarga o'zlarining lagerdagi kechirmishlari haqida guvohlik berish uchun 21 mart Amerikaga yetib kelgan Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq,
Fransiyadagi lager şahidimiz Gülbahar Xativacılar 23 mart günü Amerika Dövlət Məclisi Xitay İşləri Komitetining o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan guvohlik yig'inida 25 nafar Dövlət Məclisi a'zosining huzurida o'zlarining lagerda beshidan kechirgan ichinishlik tragediyalari, shundaqla lagerda bevosita ko'rgan va anglaganlar haqida guvohlik berdi. Guvohlik yig'inida Gülbahar Xativacı xonimning qizi Gulxumar xonimmi opasining tutqun qilinish jarayoni va uningdan keyingi hodisalar haqida guvohlik berdi. Guvohlik yig'ini boshlanishidan burun Qalbinur Sidiq bilan Gülbahar Xativacılar o'zlarining bermoqchi bo'lgan guvohligining va so'z bayonlarining rostligi haqida qasam ichishdi. Qalbinur Sidiq bilan Gülbahar Xativacı xonimlarning amaliy misollar bilan bergan guvohligi yig'in qatnashuvchilarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Qalbinur Sidiq bilan Gülbahar Xativacı xonimlar o'zlarining lagerda kechirgan ichinishlik tragediyalar haqida guvohlik berish bilan birga Dövlət Məclisi a'zolarining bu haqda so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Lager shohidlarimiz Qalbinur Sidiq bilan Gülbahar Xativacı xonimlar 22 mart kuni Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning o'rinlashtirishi va hamrohligida Amerika Dövlət Məclisini ziyorat qilib, 10 ga yaqin Dövlət Məclisi a'zosi va ularning yordamchilari bilan ko'rishib suhbat ilib borgan. 22 mart kuni Xalqaro Cumhuriyetchilar instituti bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi birlikda lager shohidlarimiz Qalbinur Sidiq bilan Gülbahar Xativacılar uchun maxsus suhbat yig'ini uyushtirib bergan edi. Amerika Kengash Palata a'zosi Mike Brown boshchiligidagi bir turkum Kengash Palata a'zolari Xitoy va Rossiya, İran va Shimoliy Koreya qatorliq Amerikaga dushman davlatlar fuqarolarining Amerikada terrorga yer setilishini cheklaydigan qonun loyihasini tanishtirgan. Fox xabarlarining bildirishicha, Amerikaning terrorga yerlarini chet ellarning ziynidan qo'g'dash deb atiladigan bu qonun loyihasi Amerikaning dushmanlari hisoblanadigan davlatlarning ig'dorchiligida, kontrolligida yoki boshqarishda bo'lgan kishilarning Amerika zimindagi hukumatga yoki xususiylarga tava dehqonchilik yerlarini ijaraga ilishini va setilishini maxsus cheklaydi ekan. Bu cheklama Amerika fuqarolarini yoki Amerikada mangulik turish uchun kimlik berilgan ko'chmanlarni o'z ichiga olmaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorqi 4 davlat Amerika istixborot doiralarining yillik dokladida Amerikaning va uning ittifoqdoshlarining manfaatiga qarshi usullar bilan o'z manfaatini ilgari surish iqtidori va muddasiga ega deb ko'rsatilgan ekan. Kengash Palata a'zosi Mike Brown mazkur qonun loyihasi haqidagi bayonotida mundaq degan: Xitoyning Amerikadagi terrorga yerlarga bo'lgan ig'dorchilik huquqi o'tgan 10 yilda 20 dan ko'proq oshgan. Biz Amerikaning eng chong raqiblarining Amerikaning terrorga yerlarini setib dehqonchilik bilan ta'minlash zanjirimizga ta'sir yetkazishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi Kengash Palatasining har ikki partiyadan bo'lgan a'zolarining qo'llashiga erishgan ekan. Mazkur loyiha yuqorqi 4 davlatga munosabatli kishilarning yer ijaraga berish va setilishini cheklashdan boshqa, yana Amerika Yezigilik ministrligining qurilish programmalariga qatnashishini to'saydi ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.